Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Talablarga muvofiq ko'pchilik arab tilini oshirishga, mutolaaga kitoblar tavsiya qiling deyishgan edi. Shunga binoan ba'zi kitoblarni yig'ib sizlarga tavsiya qilishga qaror qildim. Oldimda turgan kitoblar asosan shu siyratga doir yoki ba'zi shaxsiyatlarga doir kitoblar. Sal bundan yiroqroq bo'lganlari ham bor, lekin imkon qadar shunga yaqinlarini yig'dim. Nimaga bu islomga bog'liq yoki dinga bog'liq siyratlarni yig'dingiz mutolaaga, dunyoviylari yo'qmi deydigan bo'lsa, ya'ni o'zi arab tilini nimaga o'rganamiz? Shu dinimizni tushunish uchun, islom dinimiz arab tilida bo'lganligi uchun. Bo'lmasam pul topish uchun arab tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, Dubayga borsangiz inglizcha gaplashadi u yerda. Insonlar ingliz tilini bilganingiz yaxshiroq aytanga. Dunyo uchun arab tilini o'rganaman desangiz. Xullas, demak maqsadimiz shu dinimizni o'rganishmi? O'rgangan lug'atlarimizni mana shu dinimizni tushunishga sarflaganimiz maqsadga muvofiq. Hop, demak kitoblar bir chekkadan ismini aytib o'taman, keyin ozgina tushuntirib o'taman. Mana birinchisi Abul Hasan Nadaviyning Qisosun Nabiyyin kitobi. Keyingisi yana o'sha kishiga tegishli Siratu Xotamin Nabiyyin. Keyingisi Al-Qiroatur Roshida. Undan keyingisi As-Siratun Nabawiyya. Mana shu hammasi 4 ta kitob bitta muallifga tegishli. Undan keyingi 3 ta kitob Suvarun min hayatis sahaba. Shuni ikkinchi qismi. Undan keyingisi Suvarun min hayatit tabi'in. Ya'ni sahobalar hayotidan suratlar. Shuni ikkinchi qismi va tobiinlar hayotidan suratlar. Oxirida ko'rib turganingiz Rahiqul Maxtum. Bu ham siyrat kitob. Qisosun Nabiyyin kitobi eng boshlang'ichligi mo'ljallangan, juda ham sodda, oson, tushunarli kitob. Ichida payg'ambarlar qissalari bor, faqat Qur'onda kelgan payg'ambarlar illoki Muhammad sallallohu alayhi vasallamning siratlaridan tashqari. Ya'ni u zotning siratlari uchun alohida kitob qilib yozgan muallif. Juda ham mashhur kitob bu, ilm o'qiganlar biladi. Masalan, ba'zi joylarni ochib ko'rsatib misol qilib keltiraylik, qanchalik osonligini ko'rishingiz uchun. Qabla ayyamin kathiratin jiddan. Qarang mana. Juda ham ko'p kunlar avval kana fi qaryatin rajulun mashhurun jiddan. Bir qishloqda juda ham mashhur bir kishi bo'lar edi. Ko'ryapsizmi, naqadar oson jumlalari. Mana shunaqangi osonlikdan murakkablikka qarab boradi. O'qish mobaynida so'zlaringiz, so'z boyligingiz oshishi va undan tashqari qancha ma'lumot olasiz payg'ambarlar hayoti haqida. Mana oyatlardan misol qilib keltiradi. Qancha oyatlar bilan ham tanishasiz. Mana Musa alayhisalomning mo'jizalari, oyat. Subhanalloh, arab tili o'rganib, mana Qur'on sunnatni ustida tatbiq qilasiz o'rgangan arab tilingizni. Oxiri Iso alayhisalomning qissasida tugaydi. Shu bilan kimni hayot keladi undan yog'iga? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Va uni alohida bir kitobda o'rganamiz. Mana undan keyin o'qiladigan kitob aynan shu kishiga tegishli Siratu Xotamin Nabiyyin. Payg'ambarlarning so'nggisini siyrati. Ya'ni Qasosun Nabiyyin qiyinligi, ya'ni darajasida level deymizmi? Shundan keyin shunda mos kelib ketadigan kitob, ya'ni shuni tugatgan kishi, ya'ni mana bu kitobni tugatgan odam buni o'qib keta oladi. Misol uchun mana bundan ham bir misol keltiraylik. Abu Bakrning islomi deyilyapti. Mana Abu Bakr islomga kirishligi. Aslama Abu Bakrin ibn Abi Quhafata va kanat lahu manzilatun fi Quraysh. Abu Bakr ibn Abi Quhafa islomga kirdi va uni Qurayshda martabasi, manzilati bor edi deb tanishtiryapti. Qarang, bu kitobda qisqacha bergan. Mana Abu Bakr islomga kirdi dedi. Qanaqa qilib islomga kirdi? Nimaga bu kishi birinchilardan bo'lib islomga kirdi? Urushlar haqida gap ketadi, nechinchi yil bo'lganini aytib ketadi, lekin nima uchun bu urush boshlandi, sababi nima edi? Mana shu narsalar haqida bu kitobning davomi bo'lmuş.
Siratun Nabiy kitobida o'rganasiz. Ya'ni bu kitob qarang, mana ko'rinishi ham bir xil, lekin hajmida farqi bor, juda ham katta. Bu kitob ham ayni muallifga tegishli, faqat bunda kengroq gapirganlar. Mana birinchi kitobda gapira olmagan gaplarini mana shu kitobda batafsil gapirganlar. Urushlarning sabablari, mana siyratdagi voqealarni sabablari, mayda detallarigacha, hatto shu yevropalik olimlarning kitoblarida kelgan bo'lsa, ana shu olimlarning ismi va kitoblarigacha naql qilib keltirilgan. Mana tahqiqlarni qarang, qancha katta. Ichi to'la ma'lumot. Mana buni qarang. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Hiraqlga yuborgan maktublarini nusxasi ekan. Qarang, subhanalloh. Bunisi Munzir ibn Sava ga jo'natgan maktublari. Tagida mana muhri ham bor ekan, Muhammad Rasululloh degan. Subhanalloh. Mana shunaqa ma'lumotlar bu kitobda topiladi. Avvalgisini, ya'ni Sirat Xotamin Nabiyni tugatgan kishilarga mana shuni tavsiya qilaman. Xo'p, yana Abul Hasan Nadaviyning kitoblari uni o'qishlikda davom etsak, yana bitta alohida boshqacharoq yo'nalishda kitob yozganlar, Al-Qiroatur Roshida. Endi bu siratga tegishli emas. Kun tartibi, hobbiyim yoki bog'ga chiqamiz, shunga o'xshagan mavzular va ora-orada ba'zi tarixdagi ulkan iz qoldirgan kishilar haqida ham chiroyli yosh bolalarga mos qilib yozilgan kitob. Buni bu kitobni mana bu ikkitani orasida o'qigan yaxshi deb bilamiz. Siratu Xotamin Nabiyni tugatib, shu Qiroatur Roshidani keyin mana bu Siratun Nabiy kattasiga kirishga yaxshi. Chunki bu osonlik qiladi. Siratun Nabiydan keyin o'qisangiz agar tartib bo'yicha shu Sirat Xotamin Nabiydan keyin o'qisangiz juda ham foydali kitob. Sal dam ham olasiz siratdan. Shuncha sirat o'qidim, yana o'qiymanmi demaysiz. Ancha qiziqarli kitob bu ham mavzusi ham o'zgargan. Xo'p, demak, keyingi kitobimizga o'tamiz. Mana bu 3 ta kitob. Sahobalar hayotidan namunalar, suratlar, keyingisi tobiinlar hayotidan namunalar. Mana bu ikkita kitobda sahobalar hayotidan namunalar qismida, mana shu ikkalasida 107 ta sahobani hayoti go'zal tarzda, badiiy tarzda keltirilgan. Bu kitob doktor Abdurrahman Ra'fat al-Bashaga tegishli. Juda ham badiiy tarzda va tili yengil qilib berilgan. Albatta o'qishni tavsiya qilaman bu kitobni. Ancha buncha lug'at boyligingiz oshadi. Undan tashqari sahobalar haqida ham tanishib olasiz. 107 ta sahobaga ma'lumotlar juda ham ko'pi, asosan aksar qismi hadislardan olingan. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, sahih manbalardan olingan. Hammaga men shu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Sahobalar bilan tanishasiz. Undan tashqari, demak, lug'at boyligingiz ham ancha-muncha oshadi. Kim xohlamaydi sahobalar bilan tanishib chiqishlikni? Shu qadar ko'p o'qishlikni tavsiya qilaman buni. Qancha sahobalar haqida, ularning hayotida bo'lgan voqealarni qancha ko'p o'qisangiz, shuncha o'sha insonlarning shaxsiyatlari, o'sha insonlarning tashqi ko'rinishlari ko'z oldingizda qolib ketadi. Bitta hikoya esimga tushib qoldi. Imom Buxoriydan ustozi Ali ibn al-Madini so'ragan ekan menga, Badrda qatnashgan sahobalarni ismini sanab ber deb. Shunda Imom Buxoriy sanab ketgan ekan. Falonchi ibn falonchi, falonchi ibn falonchi, falonchi ibn falonchi deb bir chekkadan sanab ketsa, Ali ibn al-Madini qarab turib Buxoriyga xuddi Badrda qatnashganday sanab derkan. Ya'ni xuddi qatnashgan odam o'zi guvoh bo'lgani kabi, ko'zini oldida gavdalangani kabi sanab ketganda Buxoriy rahimahulloh. Nimaga unaqa xuddi ko'rganda desak, juda ko'p o'qiganlarda sahobalar haqida, toki o'zlarini yaqin insonlaridek bo'lib ketgan ular. Biz ham shunaqa bo'lishini xohlaymizmi? Sahobalarni ko'proq taniylik. Qancha aktyor taniysiz, qancha futbolchini taniysiz? 107 ta sahoba, 10 ta sahobani to'liq ismini aytib bera olasizmi? Agar ayta olmasangiz, mana shu kitobni olib o'qing. Demak, avvalgi ikkitasi sahobalar haqida, keyingisi tobiinlar haqida. Bu kitob ham juda ham mashalloh kitob. Tobiinlarni bir chekkadan berilgan 37 ta adashmasam tobiin keladi.
buni chiroyli joylaridan bittasi oxirida Abu Hanifa haqida ham alohida bo'lim ajratadi. U kishini taqvosi, ilmiy faoliyatlari haqida go'zal usulda, badiiy usulda bayon qilgan. Ya'ni ham arab tilingiz oshadi, ham o'zimizni mana o'rgangan mazhabimiz haqida yanada chuqurroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Oxirgi tavsiya qiladigan kitobimiz Safiyur Rahman Mubarakfuriyga tegishli Rahiqul Maxtum. Juda ham mashhur, hatto o'zbekchasi ham bor bu kitobda. Bizga tayyor qo'llanma, arabchada tushunmay qolsak biror joyiga o'zbekchasi bilan muqobala qilib, solishtirib, yordam tarzida foydalanib o'qib ketsak ham bo'ladi. Alloh alam. Bu kitob faqat sal tili murakkabroq, ya'ni rang-barang, juda ham ko'p sinonim so'zlardan foydalanib, o'zlarini naqadar ilmda, lug'atda puxtaliklarni muallif namoyon qilgan, mashalloh kitob. Faqat bu boshqalariga qaraganda sal leveli, mustavasi balandroq kitob sanaladi. Shuning uchun buni oxiri o'qishlikni tavsiya qilamiz boshqa kitoblardan keyin. Mana shu kitoblarni o'qib bo'lsangiz, Alloh alam ancha-muncha mutolaaangiz ochilib, o'z qaysi joyga yetib kelganingiz bilib qolasiz, ya'ni mustavada. Hop, mana shu kitoblar edi. Bundan tashqari yana boshqa kitoblarni ham maqtashdi. Masalan, Adham Sharqoviyni yozgan kitoblari ancha yaxshi, xosatan Rosail deb boshlanadigan Rosail minal Qur'an, Rosail minan Nabiy, Rosail minas Sahaba kitoblar juda ham tafakkurga undaydi. Undan tashqari arab tiliga ham foydali deb tavsiya qilishdi. Hop, mana shu kitoblar edi. Bu kitoblardan faqat biza Siratu Xotamin Nabiyinni dars qilib YouTube'ga chiqarganmiz. Bemalol kuzatib, kitobni ochib, boshdan oxirigacha o'qib foyda olishingiz mumkin. Undan tashqari o'qib bo'lganingizdan keyin Telegram kanalida imtihonini ham qo'yib qo'yganmiz. Bu kitobdan imtihon tayinlab test shaklida joylab qo'yganmiz. Kirib o'zingizni bilimlaringizni tekshirishingiz mumkin mana shu kitobga asoslangan siyrat imtihonidan. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kitoblarim mana shulardan iborat edi. Agar bizni ko'rsatmagan, siz foydali deb biladigan boshqa kitoblarning nomini bilsangiz, boshqa talablarga foydali bo'lishligi uchun izohlarda yozib qoldiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.